Assalomu alaykum Matematika Prime kanali a'zolari. Bizda keyingi misol milliy sertifikatga tushishi mumkin bo'lgan 4-misol sifatida tushishi mumkin bo'lgan 4-masala. Bizda masalamizda aytayaptiki, massalarning nisbati 3/4 nisbatda bo'lgan temir va mis qotishmasiga massalarning nisbati 1/3 nisbatda bo'lgan xuddi shunday qotishma qo'shilganda temir va misning nisbati 3/7 bo'libdi. Shu 3/7 nisbatdagi qotishmaning og'irligi 20 kg ekan. Bizdan so'rayapti, birinchi qotishmaning massasini toping. Bu masala shunday ikkila tushuntirish sifatida chizib ko'rsataman. Qotishma bo'lsa, mana bu 3x deb belgilaymiz. Mana buni 5x deb belgilaymiz. Shunda bizda 3ximiz temir, 5imiz misning nisbati bo'lib chiqyapti. Mana keyingisida aytayapti. Chizamiz. Nisbati 1 y deyapman, keyingisini nisbatini 3y. Mana ikkita qotishmani shaklini chizib oldik, ko'rinishi. Endi biz aytayapti, bularning ikkita qotishma qo'shilganda temir va misning nisbati 3/7 bo'ldi deyapti. Mana ikkalasi qo'shilganda yangi qotishma hosil bo'ldi. Mana bu 3a deyman, bunisini 7a deyman. 3/7 nisbat degani uchun shuni deb belgilab oldim. Endi bizda mana shuning og'irligi 20 kg ekan. Buni topib olish oson. 3a plus 7a tenglik 20. Biz bundan a ni topib oladigan bo'lsak, demak 2 emas, 1. A tenglik 2 bo'lyapti. Endi bizda 3x nima edi? 3x temirning massasi edi. 1y ham temirning anaqasi edi, nisbati. Shunda bizda buni qo'shsak 3a ni beryapti. Tushunish uchun misni qo'shsam mis bo'ladi-ku, temir bo'lib qolmaydi-ku. Ikkovini bir-biriga qo'shsam temir bo'lib qolmaydi. O'shaning uchun men 3x ga y ni qo'shsam 3a deb belgilab olaman. 3x ga qo'shaman y ni tenglik 3a. 5x ga 3y ni qo'shaman 7a bo'ladi. 5x ga qo'shaman 3y ni 7a bo'ladi. Bu sistemani yechamiz. Orqasi joy yetmay qolar ekan. Siz hal qilamiz. Shuni belgilab turib, mana qilib qo'yay. Endi oddiy sistemani yechamiz. Bizda a'lar hozircha 3 ta noma'lumli sistema bo'lyapti. Uzr, chaqirib qolishdi. Bizda 3 noma'lumli sistema bo'lyapti. X qatnashgan, Y qatnashgan, A qatnashgan. Bunda x yoki y yoki a ni topish iloji yo'q. Lekin bizda a ma'lum bo'lganligi uchun ikki noma'lumli sistemani yechishda iloji bor. Biz a ni o'rniga 2 ni olib kelib qo'yamiz.
3x plus y tenglik 2 kere 3 6. 5x plus 3y tenglik 7 kere 2 14. Endi biz x topolsak, mana buni 3 ga ko'paytiramiz. 9x plus 3y tenglik 18. 5x plus 3y tenglik 14. Endi buni mana bu tepasidan pastini aytayman. 4x 3y'lar qisqarib ketadi deb aytsam, buni oldimiz tushadi, 0 bo'lib ketadi. Tenglik 18 dan 14 aytsam 4 bo'ladi. X'imiz teng 1 bo'lib chiqdi. Endi bizga y kerak. Y topish uchun x'imizni o'ramiz, mana buni o'rnigami, buni o'rnigami farqi yo'q, shuni olib qo'yamiz, y'imiz kelib chiqadi. 3 kere 1 qo'shilgan y tenglik 6. Y'imiz teng 6. Y'imiz teng 6 minus 3. Y teng 3 ekan. Mana biz x bilan y topib oldik. Bizdan nima so'rayapti? Birinchi qotishmaning massasini so'rayapti. Bizga y shartlamas ekan. Bizga x o'zi yetar ekan. Birinchi qotishmaning nisbatlari 3x plus 5x edi. To'g'rimi? To'g'ri. Bu bizda qotishmaning umumiy massasi. Umumiy massasi edi. Biz endi mana bu x o'rniga 1 topib qo'ysak, 3 plus 5 tenglik 8 bo'ladi. Mana bu bizning yechim. Birinchi qotishmamizning massasi 8 kilogramm bo'lgan ekan. Mana C javobni berib qo'ygan. A javobni bergan ekan.